Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim hamrohi Sri Lanka yaqinda Xitoydan yana 700 million dollar qarz oldiganligini xabar qildi. Tayvan Markaziy axborot agentligining xabari qaraganda, Sri Lankaning davlat pul va pul muomala bozori va davlat korxonalari islohoti ministri Ajit Nevart yaqinda Hindiston taratqullarining ziyoratini qabul qilganda bu xabarni oshkorlagan. U yana hozir Xitoyning naqd puli eng ko'p ekanligini, tabiiy holda chet ellik ko'plab mablag' selish kerakligini, buning bo'lsa tarixiy taraqqiyot qonuniy ekanligini, tashqi dunyoning buni hurmat qilish kerakligini bildirdi. Xitoyning koni bo'lgan Dovi Torbitining xabari qaraganda, Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiji 9 oktyabr kuni Sri Lankani ziyorat qilgandan keyin Xitoy hukumati 11 oktyabrda Sri Lankaga 90 million dollar yordam qilganligini e'lon qilgan. Buningdan ilgari mart oyida Xitoy yana Sri Lankaga 500 million dollar qarz taqib, Xitoy virusiga qarshi turishga yordam bergan. Sri Lanka yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumati bilan bir balvoq bir yo'l turida hamkorlashganlik uchun xalqaroning diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Sri Lanka Xampantoota portini Xitoyga 99 yil ijaraga bergan bo'lib, xalqaro jamiyat buning Xitoyning qora niyat qarz berish tuzoqlari orqali Sri Lankani kontrol qildi deb qaragan. Hozir qadar Sri Lanka Xitoydan 5 milliard dollardan ortiq qarz olgan.